Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Rossiyaning Ukrainadagi harakatini ishg'ol deb atashning bir taraflamalik bo'ladiganligini aytdi. Hua Chunying 24 fevral-dagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Rus ishg'oli deb so'z qilgan bir muxbirga qattiq norozilik bildirdi. Bayonotchi ishg'ol deyish orqali g'arb taratqullarining usulini qo'llamayapsiz deb muxbirga noroziligini bildirdi va biz eng yangi vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Biz har qaysi taraflarni o'zini tutib olib, vaziyatning kontroldan chiqib ketishining oldini olishga chaqiramiz dedi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi sababli 3-oydagi Yevropa qarorlik mal to'xtamida tabiiy gazning bahosi 42% o'sdi. Yevropadagi eng chong mavhum tabiiy gaz savdo nuqtasi bo'lgan Gollandiyadagi TTFda mart oyidagi qarorlik mal to'xtamining bahosi oldingi kuni 88 yevro har megawatt soat bilan bozor yepilgan bo'lib, bu tabiiy gaz to'xtamining bahosi 125 yevroga yetgan. Rossiya Donbassda alohida harakat qo'zg'agan kuni Xitoy urush aeroplanlari yana bir qatim Tayvan havo sohasiga kirdi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi Xitoyning 9 urush aeroplanining havo mudofaa farqlantirish rayoniga kirganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutib olish yig'inida Tayvan masalasining Ukraina krizisiga o'xshamaydiganligini ta'kidlab, Tayvan haqiqatan Ukraina emas, Tayvan azaldan Xitoy zaminining ayrilmas bir qismi dedi. Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan keyin g'arb davlatlari orqa-orqadan embargo qarori chiqardi. Chig va Latviya Rossiya fuqarolariga viza rasmiyatlarining to'xtatilganligini e'lon qildi. Airbus şirketining Xitoy sho'basi 2021-yili jami 142 savdo aeroplanini Xitoy bozoriga yetkazganligini e'lon qildi. Buning bilan Xitoy Airbusning dunyodagi eng chong bozor bo'lish o'rnini saqlab qolgan. Bu Airbusning 2021-yildagi umumiy sotilish miqdorining 23%ni egallagan. G7 davlatlari Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumiga qarata bayonot e'lon qildi. 7 davlatning birlashma bayonotida mundaq deyildi. Putin Yevropa qit'asiga yana bir qatim urush elib keldi. U o'zini tarixning xato tarafiga qo'ydi. Qishloq olimpik mezgilida Xitoy hokimiyati kuchli tashviqot armiyasi bilan hamkorlashib, xalqaro jamiyatning diqqatini Sharqi Turkistondagi masaladan yiroqlashtirishga urindi. Egilanishicha, 4-fevraldan 20-fevralgacha Beyjingda o'tkazilgan irqiy qirg'inchilik olimpik tanharkat musobaqasidan keyin Xitoy doiralari Sharqi Turkiston haqida tashviqot elib berishni boshlagan. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda 22-fevral Xitoyning Janvadagi vakillari va Urumchidagi Xitoy amaldorlari birlikda bizning Şinjan yaxshi joyi nomida sinliq yig'in ochgan.